g'arbda, xususan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi universitetlarda o'qimoqchi bo'lgan talabaga grant berildimi yoki kontrakt puldan ozod qilindimi? Assalomu alaykum. Ko'pincha Kunuz, Daryo.uz yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'zim tushib qoladi. Palonchi pistonchi mana bu universitetdan 50 ming dollarlik grant topdi yoki mana bu odam 4 ta universitetga qabul qilindi, hammasi bo'lib, misol uchun 100 ming dollarlik grant yutib olibdi degan ma'noda. Menimcha millatdosh, vatandosh, dindoshlarimizga to'g'ri ma'lumot berishimiz kerak. Universitetlar grant berishi mumkin agar tadqiqot qilmoqchi bo'lsangiz yoki scholarship berishi mumkin, yordam puli sifatida kompyuter olasiz, kitob olasiz, boshqa narsa. Lekin universitet grant bermaydi oddiy talabaga. Kontrakt puldan kechib yuborishi mumkin. O'sha ingliz tilida so'z borki, tuition, to'g'rimi? Tuitionni waive qiladi. O'zbekchasiga tushuntiradigan bo'lsak, kontrakt pulidan kechib yuboradi. Shuning uchun ham millatdosh, vatandosh, dindosh, zabondoshlarimizga menimcha to'g'ri ma'lumot berishimiz kerak, chunki hech esimdan chiqmaydi. Bitta do'stimizla choyxonada o'tirganda 1 yillik o'qishing nech pul edi deganda, o'sha do'stimiz ham 45 ming dollar edi deganda, o'rtoqlari rosa ma'lumot qilishdi. San ahmoq, o'qiyman deb 45 ming dollarni tashab keldingmi Amerikaga debdi. Lekin tushunishmaydiki, u 45 ming dollar tuition, ya'ni kontrakt puldan ozod qilingan. Talaba uni qo'liga ushlamaydi-da. Shuning uchun ham mehnatkash, aqlli, shu bilan birga sodda xalqimizga menimcha to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak. Tushuntirman, butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham biznesmenlar, marketologlar ta'limga aralashishgan. Lekin iltimos to'g'ri ma'lumot beraylik. Ya'ni o'quvchi grant yutib oldi emas, talaba grant yutib oldi emas, balki talaba o'sha to'lash kerak bo'lgan kontrakt pulidan ozod qilindi degan ma'noda. Agar mabodo noto'g'ri gapirgan bo'lsam, iltimos izohlarda qoldiringlar. Rahmat.